Assalomu alaykum do'stlar, biz Qo'qon yangi kiyim bozoriga keldik. Mana eng arzon joylarini topdim. Mana ayollar kiyimlari bor, mana ko'ringlar. Mana tepa pastmi bular? Tepa past mana. Bu ko'ylakchalarni ham ko'ringlar mana. Har xil rasvetkalari bor ekan. Ha, o tepada turibdi, ko'rib turibsiz. Hozir ko'rsataman. Bular qanchadan endi? Donaga ham bormi? Donaga 40 ming so'm, pachkaga 38 ming so'mdan ekan mana. Ko'ringlar. Hozir telefon nomerlarini olib beraman, bemalol xarid qilaverasizlar. Kiyim yig'ib berish xizmatimiz kerak bo'lsa, dastlabki ham bor ekan o'zlaridan 12 viloyatga. Bularimiz qancha? 35 mingdan. 35 ming so'mdan ekan mana. Pachka dona 35 ming so'm ketaveradi. Bularimiz ham shunaqa? Aksesuarlarimiz, atirgul paxtalarimiz 45 mingdan pachka. 45 ming so'mdan pachka dona. Xo'p, bular razmerini aytmabmiz yoshlarni. Razmeri L, M. Yo'q, necha yosh? 1-sinfdan 4-sinfgacha tushaveradi mana. Bularimiz-chi? Mashlar. Bularimiz 46, 48. 46, 48 razmer bo'lar ekan. Telefon nomerlarini ayting opa. 90lik 150, 41. nechi? 150, 90lik 150 41. 40 mana. Telefon qilsalaring bemalol olasizlar. Arzon joylar ekan. Hozir ichkarilardan ham olamiz. Eng ishonchli joylardan ekan mana. Endi hamma joy ishonchli-ku. Arzon joy demoqchiman. Arzon ekan, pachkaga ham, donaga ham bor ekan.